Ko'zimni harom qarashdan saqlayolmayapman. Necha qitim tövbe qildim, yana bo'lmadi. Allohga qasam qilib baqdim, yana o'xshash. Biz hozir maktablarda, yo'llarda, bozorlarda va ish o'rnimizda, metrobus yoki metro hamma joylarda gunoh ko'zimizga chiriqib turadigan ippitimizni saqlash haqiqatan qiyin bo'lgan bir davrda yashayapmiz. Ko'zimiz ko'radi, resimga tortadi va zehnimiz buni saqlaydi, aqlimizning bir yeriga qo'yadi. Keyin yolg'iz qolganda, bekor qolganda, bo'libmi kechida uxlashga tamshalgan vaqtimizda kunduzlari ko'rganlarimiz bir-birlab xiyolimizga kelishga boshlaydi va zehnimizni mashg'ul qiladi. Shayton kunduz ko'rgan harom ko'rinishlar orqali hissiyotimiz bilan aqlimizni kontrol qilib, ruhimizni asirga oladi. Qo'limizga telefonni olamiz yoki kompyuterning oldiga kelib, shaytonning eng qabih vositasi bo'lgan siriq rasm yoki siriq videolarni izlashga boshlaydi. Uningdan keyin shaytonning eng past vositasi bo'lgan onanizmga mubtalo bo'ladi. Qisqagina huzurdan keyin qattiq pushaymon qiladi. Keyin onanizm bilan qanot qilmaydigan bir holat keladi-da, Facebook va WhatsApp to'plarida nomahram qizlarni izlab, ular orqali ruhiy ocharchiligini qondirmoqchi bo'ladi. Dastlabda shayton sen cho'ngish qilmaysa, faqat paranglashib qo'ysa, bu boshqalar qilgan harom ishlarga qaraganda qanchalik ishdi deb qilgan gunohingizni kichikitish orqali aldam xaltasiga sulaydi. Siz xuddi taqvodor yigitdek iymon, islom va diniy qarindoshlik nomi bilan parangni boshlaysiz yoki tirishchan o'quvchidek kitob haqida savol so'raysiz. Dastlabda munosabat mana shuningdek nihoyat sog'lomdek oddiy boshlanadi. Uzunga bormayla parangizning xarakteri o'zgarib, Facebook, Instagram va WhatsApp holatlariga jalb qilarlik romantik gaplarni chiqarish orqali qarshi tarafni moyil qilishga tirishasiz. Borgan-sari munosabatingiz taraqqiy qilib, kech-kechalab paranglashsiz va oxirida uning bilan ko'rishsiz. Birga tomoq yeysiz, iymonlik, iffatlik va bir g'oyalik taqvodor yigit tunmaydigan yot bir nomahram qizga jinim deyalaydigan bir holatga keladi. Oxirida siz qipsirishdan qo'rqqan eng qabih harom ishga tushib qolishga bir qadamlik qolasiz. Shayton sizni mana shuningdek asta-asta tadrijiy ozdiradi. Unutmang, ko'z bir kama yoki bir go'sht parchasi emas. U ruhimizning koinotni sayr qiladigan derizasi. Bu deriza kirlashsa, nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini farqlantirolmaydigan bo'shang, irodasiz bir holatga tushib qolamiz. Shuni unutmangki, islom bir narsani harom qilgan bo'lsa, shu haromga sabab bo'ladigan, haromga elib boradigan barliq vositalarni harom qiladi. Islomda er-ayol o'rtasida er-xotinlik va tuqqandarchilik munosabat bor. Uningdan boshqa diniy qarindoshlik va shuning o'xshagan hasal yaltilgan zaharga o'xshash har qanday munosabat o'rnatish haram. Undaqda bu shaytonning vasvasi va shahvat fitnasidan qanday saqlanamiz? Birinchisi namoz. Ya'ni namozni o'z vaqtida xushu bilan, ya'ni Allohdan ayminib turib o'lchamlik ado qilish. Namoz odamni qabih ishlardan va gunohlardan saqlaydi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda "Innas-solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar" haqiqatan namoz qabih ishlardan va gunohlardan to'sadi deydi. Aksiya namozga ahamiyat bermaslik, namozga sal qarash odamni shahvatparast qilib qo'yadi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Ularning izbosarlari namozni tark etdi, ular shahvatlarga ergashdi. İkincisi, Allah bizga omonat qilib bergan ko'zimizni haromga qarashdan saqlayli. Yo'llarda mangan vaqtimizda pastga qarab mangayli, og'zimizni zikr tasbih bilan mashg'ul qilayli. Subhanalloh, astag'firulloh, la havla va la quvvata deganga o'xshash zikr tasbihlarni ko'p aytayli. Quloqimizga tinchlig'i selib Qur'on tinchayli. Ruhimizni sog'lom uzuq bilan uzuqlantirayli. Uchinchisi, yolg'iz qilish va bekor qilishdan saqlanayli. Bir narsa o'rganayli, ilm so'rovlariga qatnashayli, har vaqt bekor qolmayli. Chunki shayton odam yolg'iz qolgan vaqtida va bekor qolgan vaqtida odamni eng qattiq bearam qiladi. To'rtinchisi, kuch yetgan va sharoit yarab berganlar uchun eng yaxshi usul payg'ambarimiz degandek kuchimiz yetsalar kechiktirmasdan to'y qilish. To'y qilish odamni haromdan yig'adi va odamga iffat ato qiladi. 5-usul, agar to'y qilishga sharoitimiz yarab bermasa yoki kuchimiz yetmasa, payg'ambarimiz degandek ro'za tutish. Chunki ro'za yoshlar uchun qalqon. Ro'za odamning shahvatini bosadi. Ayollarning badaniga hijob farz bo'lgandek, erlarning ko'ziga hijob farz. Ko'zida hijob bo'lmagan erlar gunohni ayollarga atidi. Badanda hijob bo'lmagan ayollar erlarni axloqsiz deb qaraydi. Hijob ayollarga xos emas. Erlarning hijobi ko'zini haromga qarashdan saqlash. Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasnaun." لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننهى